Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Bugun payshanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövende diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Diniy ishlar komiteti qurultay vakillariga murojaatnoma yo'llab, ulardan bu yillik qurbonlikni bir qism davlatlarda qiyin ahvolda qolgan qarindoshlarimizga atashni talab qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Diniy ishlar komitetining mudiri Mutalla Qurbon apandimning imzosi bilan yo'llangan murojaatnomada mundaq deyilgan: Barliq musulmonlar uchun alayda ahamiyatga ega bo'lgan muborak qurboniyat yetib kelish oldida turibdi. Afsuski, vatan ichidagi xalqimiz Xitoy hokimiyatining irqiy qirg'inchilik siyosati tufaylidan bu muborak bayramda qurbonlik qilib, yo'qsillar bilan birlikda hayotni xushal-xuram o'tkazolmayotdi. Alloh taolo millatimizga eng yaqin zamonda hurlik ichida yashash fursati bersin. Xitoyning zulmidan qochib chet elga chiqqan ba'zi qarindoshlarimiz bir qism davlatlarda turmada yotmoqda. Xitoyning ta'sir kuchi sababidan har xil tirishchanlik ko'rsatilgan bo'lsa-mu, hozirgacha ularni turmadan qutuldirish mumkin bo'lmadi. Ammo ularni qutuldirish uchun qo'limizdan kelgan g'ayratni ko'rsatyapmiz va ularning turmada ochiq qolmaslik uchun moddiy imkoniyatimizning yetishicha yordam qilib kelyapmiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Diniy ishlar komiteti muzokara qilib, bu qurbon hayitimi Tayland turmisida yetayotgan va ba'zi davlatlarda qiyin ahvolda turayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz uchun qurbonlik to'plab, ularga avatishni qaror qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Diniy ishlar komiteti har qaysi davlatlardagi siz qimmatli vatandoshlarimizning qurbonliklarini yuqorida zikr qilingan davlatlardagi qarindoshlarimizga bevosita yoki biz orqali yetkazib berishni so'raymiz. Bu xayrli xizmatlarimizni davomlashtirish maqsadida bu yil yana qurbonliklarni to'plab, qiyinchiligi bor qarindoshlarimizga yetkazib bermoqchi. Shong bu murojaatnomani avatdiq. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bir vakili bo'lish sifatingiz bilan bu murojaatnomaga ovoz qo'shishingizni va qurbonligingizni Diniy ishlar komitetiga berishingizni talab qilamiz. Bir qurbonlikning bedeli o'tir hisob bilan 250 yevro. 12-iyun kuni bo'lsa, Uyg'ur akademiyasining raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi Rishad Abbos apandimning singlisi hamda Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos xonimning hadisi navbatda Xitoy turmisida yetayotgan doktor Gulshan Abbos xonimning 62 yoshlik tug'ilgan kuni. Bu kunda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan majburiy g'oyib qilib o'tish, lager va turma jazolarini o'z ichiga olgan irqiy qirg'inchilik siyosati yana bir qatim qattiq ayblandi va Xitoy hukumatidan Gulshan Abbos xonimni qo'yib o'tish talab qilindi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining X e'lon qilgan uchurida mundaq deyilgan: Xitoy hukumatining yillardan buyon Xinjiangda ilib berayotgan bostirishlari va vahshiyliklari davomlashmoqda. Bu jarayonda Gulshan Abbosmo 6 yildan buyon Xitoy turmisida tutib turilyotdi. Xitoy doiralari insonparvarlik nuqtasidan bo'lsa-mu, uni darhol qo'yib berishi hamda uning oilasidagilar bilan jam bo'lishiga ruxsat qilish kerak. Amerika Davlat Majlisi a'zolaridan Evan Heron va Raja Krishnamurti Gulshan Abbosning darhol qo'yib berilishini talab qilgan. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlar ijroiya komiteti va Washingtondagi Uyg'ur harakati tashkiloti Gulshan Abbos delosini qayta kun tartibga elib kelib, nohaq tutilgan Gulshan Abbosning darhol qo'yib berilishini talab qilgan. Doktor Gulshan Abbos 2018-yilning oxirlarida tutqun qilingan bo'lib, Xitoy doiralari uningga terrorlik harakati tashkillashga qatnashish, uningga yordam qilish va ijtimoiy tartibni qalaymaqon qilish jinoyatlarini ortib, 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Ma'lum bo'lgandek, 2017-yildan buyon Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistonga ilib borgan zo'r ko'lamli tutqunida minglagan Uyg'ur sarxillari, shu jumladan Xalmurat G'ofur, Toshpo'lat Tayyib, Yalqin Rozi, Farhad Tursun, Abduqodir Jaloliddin, Qurbon Mahmud, Raila Davud, Arslan Abdullah, Abdulaziz Orxon qatorliq ziyolilar tutqun qilingan va uzun muddatli qamoq jazolariga hukm qilingan edi. Amerika Kengash palatasi a'zolaridan Marko Rubio va Jeff Merkeli Amerika Davlat Majlisiga Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunini 2025-yildan boshlab yana 5 yil uzartish haqidagi yangi qonun loyihasini sungan. Ma'lum bo'lishicha, 2020-yili rasmiy holda qonunga aylangan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunida kishilik huquq dafsanchiligiga chetishlik Xitoy amaldorlarini jazolash muddatining 2025-yil oxirlashganligi bekitilgan. Marko Rubioning ishxonasi 6-iyun e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotda Xitoy Xalq Cumhuriyatining Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarni vahshiylarcha bostirishni davomlashtirib kelayotganligi, Amerikaning bu vahshiylikka qatnashgan amaldorlarni javobgarlikka tortish kerakligi ta'kidlangan. Bayonot yana Marko Rubio bilan Merkelining bu qonun loyihasini sunishdagi maqsadlar tushuntirilgan. Marko Rubio bu vaqtda mundaq degan: Uyg'ur muhojirlari va Xitoy o'qituvchilari davomli Xitoy Kompartiyasining chegara halqan bostirishining nishoni bo'lib kelayotganda, bu tahdidga qarshi qo'limizda bir vosita bo'lishi kerak.
bu qonunni uzartish qonun loyihasi intayin muhim. Men xizmatdoshlarımni bu loyihani qo'llashga chaqiraman. Bayonotda Jeff Merkeli Amerika hukumatining bu qonun orqali Xitoy hukumatining Uyg'urlarni jazolashi va irqiy qirg'inchilik qilishiga sherik bo'lmaydiganligi haqida aniq signal berishni davomlashtirish kerakligini ta'kidlagan. U yana bu qonun loyihasining irqiy qirg'inchilik qurbonlarini qo'g'dash bilan bir vaqtda Xitoy hukumati o'tkazgan ig'ir kishilik huquq dafsanchiliklariga qarta ularni javobgarlikka tortish uchun muhim ekanligini o'ttirib qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni 2020 yil 17 iyun kuni sobiq prezident Donald Trumpning imzo qo'yishi bilan rasmiy qonunga aylangan bo'lib, Amerikaning Uyg'urlar haqida chiqargan tunji qonuni hisoblanadi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat apandi bu haqda Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, bu qonunning dunyodagi Uyg'ur ismi bilan atalgan tunji qonun ekanligi va Uyg'urlar uchun tarixiy xarakterlik bir qonun bo'lganligini bildirgan edi. Uning fikricha, bu qonunning yordamida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga chetishlik Xitoy amaldorlariga qarta Magnitskiy jazo tadbirlari yo'l qo'yilgan bo'lib, bu turdagi qonunlarning cho'qim texmi ko'p bo'lishi alayda zo'r qimmatga ega. Bu turdagi qonunlarning cho'qim texmi ko'p bo'lishi alayda zo'r qimmatga ega ekan. 2020 yil 17 iyun Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni haqida Oqsaroyning torbetida e'lon qilgan bayonotida ayni vaqtdagi Amerika prezidenti Donald Trump "Men bugun Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasining qonunga aylanishi uchun uningga imzo qo'ydim. Bu qonun majburiy emgak, yig'ilish lagerlari qurish va tajovuz xarakteridagi nazorat orqali Uyg'urlar va boshqa millatlarning milliy kimligini va diniy e'tiqodini yo'qotish qilmishiga sherik bo'lgan amaldorlarni javobgarlikka tortishni maqsad qiladi degan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashqi ishlarga mas'ul muavin raisi Zubayra Shamsiddin xonim bu vaqtda Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunining uzartilishining Uyg'urlar uchun intayin muhim ekanligini ta'kidladi. Uning qarashicha, Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni yo'l qo'yilgandan buyon bu qonunni unumli ijro qilindi degili bo'lmaydiganligini, shunga buni yana uzartib ijro qilishning to'liq zarur ekanligini ifoda qildi. Zubayra Shamsiddin xonim yana Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunining kuchi bilan Qo'rchoq rais Erkin Tonyazning Angliya ziyaratining amaldan qolganligini eskartib o'tdi. Mazkur yangi qonun loyihasi navbatda jiddiy tonishtirilish bosqichida turayotgan bo'lib, uning Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunidagi aloqador moddalar 2025 yil amaldan qilishdan burun kuchga ega bo'lish yo'lidagi turli tirishchiliklar izchil davom qilmoqda. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Thank you.